Allo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hilol opani telefon raqamlariga to'g'ri tushdikmi? Ha? Judayam yaxshi. Hilol opa, ayni daqiqalarga sizda ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritayotgan Qalb satrlari loyihasidan sizga qo'ng'iroq qilyapmiz. Aha. Ushbu loyiha boshlovchisi Go'zalbegim bo'laman. Aha. Opajon, avvalambor yurtimizga kirib kelayotgan eng ulug' muqaddas ayyomlarimiz Arafa hamda Qurbon hayiti bayrami bilan sizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rahmat. Shuningdek, bugun qutlug' 54 yoshlik muborak yoshingiz, tavallud ayyomingiz ham qutlug' bo'lsin. Rahmat. Ilohim umringiz uzoq, tanajoningiz sog'-omon bo'lsin. Bizni loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, sizga talpinuvchi yaqinlaringiz murojaat qilishgandi. Demak, O'zingiz nima deb o'ylaysiz, opajon? Bugun sizni mana shunday ulug' kunlarda ham tavallud ayyomingiz, ham hayit bayramlari bilan yo'qlashgan eng mehribon insonlaringiz kim bo'lishi mumkin? bilmasam endi kim bo'lishi mumkin. Ko'p odam qaysi birini aytishni bilmayapti. Kimlardan taxmin qilib ko'rishingiz mumkin, Hilol opa? Odam birinchi o'rinda xo'jayini farzandlaridan qiladi. Tushunarli. Bugun sizni hayotingiz mazmuni bo'lgan o'g'lingiz Dostonjon, ko'zingizning nuri bo'lgan Shirindan Shakar nabiralaringiz Mustafo, Muhammad Yasin hamda sizni xuddi o'z onasidek qattiq yaxshi ko'radigan oyijonimiz, uyimizning farishtasi, baxtimizga doimo sog' bo'lsinlar deya ulug'lagan eng mehribon keliningiz Farangizxon kelinlaringiz bormi? Ha? Aynan Farangizxon sizni alohida tabriklab, bizga tabriknoma yo'llagan edilar. Aha. Ularni siz uchun atalgan dilnomalari, o'zingizga ayta olmagan izhorlari bor ekan. Endi agarda ijozat bersangiz, ularni ham sizga eshittirsam. Aha. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum, biz uchun dunyodagi eng mehribon, uyimizning fayzi va farishtasi, nur yuzli, shirin so'zli, go'zal oyijonim. Bugungi qutlug' 54 yoshlik muborak tavallud ayyomingiz hamda kirib kelayotgan Qurbon hayiti bayramlari sizga muborak bo'lsin. Ilohim umringiz chinor umridek uzun, rizqingiz hamisha butun bo'lsin. Bugun Allohimga behisob shukrlar aytaman sizdek oliy janob, oqila qaynonaga kelin bo'lib tushganligim uchun. Oyijon, sizni xuddi o'z onamdek qattiq yaxshi ko'raman. Ostonangizdan qadam bosib kelgan ilk kunimdan boshlab meni hech qachon kelin deb ajratmadingiz. Doim qizim deya bag'ringga bosdingiz. Katta hayot yo'lida beminnat saboqlaringizni berdingiz. Agar bilib bilmay dilingizni ranjitgan, qaysarlik qilib og'ritgan bo'lsam, shu ulug' kunlar hurmati uzrlarimni so'rayman. Meni kechiring. Ilohim dadajonimiz bilan o'g'lingiz Dostonjon va biz kelin qizlaringiz, jondan aziz nabiralaringiz kamolini ko'rib, boshimizda duogo'y bo'lib yuring. Allohim sizga takror va takror Ka'batullohni, haj safarlarini ziyorat qilishlikni nasib aylasin. Boringizga shukr onajon deya dil izhorlariga yakun yasaganlar opajon. Rahmat. Rahmat. Biz hammadan oldin tabriklaylik deb ushbu keliningiz nomidan bir kun oldin qo'ng'iroqni boshlavordik. Arafa ayyomlari munosabati bilan, Qurbon hayiti munosabati bilan. Rahmat. Sizlarga sog' bo'lsin. Bu ulug' ayyom kunlarda hamma nima niyat bo'lsa yaxshiliklarga yetsin. Sizga atab shu 4 lik she'r ham yozgan ekan. O'qib bersam maylimi, opajon? Mayli. Juda ham yaxshi. G'am ko'rmasin dunyodan, dard chekma hech balodan, men so'rayman Xudodan, oyijon yuzga kiring. Shodlik bersin farzandlar, baxtli yashab dilbandlar. Doim shodon, xursandlar, oyijon yuzga kiring. Hech demasdan begona, kelin deya mardona. Qaynonam ham bir ona, oyijon yuzga kiring deya to'rtliklarini ham yozib yuboribdilar. Rahmat, ularga ham tilagim doim qiz bo'lib yurishsin, ilohim. Rahmat. Men birinchi tilagim doim do'stlar omon bo'lsin. Qo'shganlari bilan qo'sha qarisin. Bunday ulug' ayyomlarni ko'pini ko'rsin.
farzandlarini rohatlarini ko'rishsin ilohim. Ilohim menga hech qachon o'tlarini ko'rsatmasin Allohim. Sizlarga ham. Rahmat kattakon sizga ham Hilol opa. Samimiy suhbat uchun. Ilohim yuz yoshlar bilan yuzlashib yuring. Rahmat, sizlarga ham kelayotgan bayramlar juda qutlug' kelsin. Bunaqa hayitlarda doim birga bo'laylik ilohim. Bunaqalarni ko'pini ko'raylik. Sizlarni ham tabriklayman shunday ulug' ayyom kunlar bilan. Allohga beadad shukr. Shunday ulug' ayyom kunga to'g'ri kelganiga ham qarang. Juda go'zal. Rahmat. Rahmat opajon, vaqt ajratganligingiz uchun. Ozgina bo'lsa ham sizni xursand qila olgan bo'lsak, biz maqsadimizga erishdik. Rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Today, Jasmine Singer and Qaynana. Qaynana, qaynanam, jonim qaynanam. Yoqimli so'zlari bolim qaynanam. Qaynana, qaynanam, jonim qaynanam. Voy, 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 asalim bolim qaynanam. Xonadon qirolichasi xonim qaynanam. Uyat bo'lar agar so'zin ilmasam, uy yumushlarini bilmay qiynasam, indamas gohida erta turmasam, voy mani kechirib charchamas qaynanam, voy voy mani kechirib charchamas qaynanam. Qaynana, qaynanam, jonim qaynanam. Yoqimli so'zlari bolim qaynanam. Qaynana, qaynanam, jonim qaynanam. Voy, 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 asalim bolim qaynanam. Xonadon qirolichasi xonim qaynanam. Boshdagi ro'molingiz turar yarashib, yurasiz bizlarga mehr ulashib. Sizga hech kimni kuchi yetmas kurashib, sizga hech kimni kuchi yetmas kurashib. Davringiz keldi, davr suring qaynanam. Davringiz keldi, davr suring qaynanam. Qaynana, qaynanam, jonim qaynanam. Yoqimli so'zlari bolim qaynanam. Qaynana, qaynanam, jonim qaynanam. Bay, 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 asalim bolim qaynanam. Xonadon qirolichasi xonim qaynanam.